Menga mana shu narsa yoqdi. Glazurga qarash shart emas, video naблюдение, полностью kim kelyapti, kim ketyapti, hamma narsa yozilyapti. Xullas bizda sotilayotgan 4 xona 96 kvadrat ulучшенный spetsplanirovkani sizga taklif qilmoqchiman. Remontlari tayyor kirib yashaydigan mebel texnika qavatda 3 narsadan tashqari video davomida aytib o'taman. Xo'p, bu uyimizda bizda 5-etajda joylashgan lokatsiya infrastrukturalarimiz zo'r. Uy egalari 113 ming dollarda so'rashyapti, albatta kelishiladigan joylari bor. Plyus yetmayotgan bo'lsa, ipoteka bank orqali ham shu uyni siz xarid qila olasiz. Telefon raqamlari har doim opsiyada aloqaga chiqasiz, birgalikda uyga ko'ramiz. Qarang, asosiy podyezddan kirish eshigimiz bizda juda ham katta baqayvat prixoshkamiz bor. Prixoshka stroyni mebellarimiz mavjud. Keling, endi xonalarga kiramiz. O'ng tarafda bizda birinchi spalnimiz boshlanadi. Bu spalnimizda hamma narsa qoladi, bitta televizordan tashqari. Konditsionerlar ham mavjud. Oldi, orqa reshotka bolalarga bezopasnost uchun hamma narsa yaratib qo'yilgan. Hop, keling, bu yoq tarafimizda esa bizda bitta tetski, bu yoq xonada hamma narsa qoladigan, ko'rayotganingizdek, parda, lyustra, gilam, mebel, hamma narsa qavatda. Keling, davom etadigan bo'lsak, bu yoqda bizda 3-xonamiz. Va shu prixoshkani o'zida bizda bu yoq tarafimiz sanuzel, hammom. Bu yoqda bitta kir mashina olib ketiladi. Kayfiyatlar yaxshi holatda turibdi. Hop, keling, davom etamiz. Bu yoq tarafimiz bizda sanuzel, ikkinchisi hojatxona. Bu planirovkalarda hojatxona anchagina katta, qo'l yuvadigan joylarimiz, umumiyliklarimiz bor. Va oshxonaga kiramiz. Oshxona balkonga ko'chirilgan, balkonimiz 2x6, mягкий mebel, televizor, konditsionerlar qavatda, bitta xolodilnikdan tashqari bu mebel yaqinda stroyni yasab qo'yilgan. Mana Goodwill, tepapas, gaz plita, duxovka. Va oxirgi 4-xonamizda bizda zalimiz bo'ladi. Keling. Mehmon kelganda har kiramiz, zalga kiramiz. Sonimizda 12 tali stol, televizorlarimiz bor, bu yoq tarafda konditsionerlarimiz ham mavjud va stenkamiz ham bor. Bu yoqda hamma narsa qoladigan. Xullas, shu uyimizda bizda 96 kvadrat etib o'tganimdek $113 ming dollarda albatta kelishiladi. Telefon raqami opsiyada aloqaga chiqasiz.